haqida suhbatlashmoqchimiz. Bo'sh vaqtingizni qanday o'tkazasiz va o'zi umuman qanday foydalanilsa ertaga kelajak uchun sizga foydavor bo'la oladi. Mana shu mavzularda siz bilan bugun suhbatlashamiz. Suhbat jarayonida yana sizlardan takliflar bo'lsa, ta'lim jarayonida sizlarga qanday imkoniyatlar yaratib berilsa, yana qo'shimcha sizni yuqori darajadagi ta'limni sizga berish, bu jarayonlarni sifatini yana ham ochilish va sizni bo'sh vaqtingizdan unumli foydalanish uchun yana sizga qanaqa sharoitlar yaratib berish kerakligi bo'yicha sizlar bilan suhbatlashamiz. Bu ochiq muloqot, bemalol, tortinib o'tilmasdan rahbariyatga o'zingizni fikringizni, takliflaringizni aytadigan bo'lsangiz, bu siz orqali boshqalarga ham buni foydasi tegadigan. Otamga aytganlar, o'g'lim sen o'qishga ketyapsan, o'qish uchun ketyapsan, ertangi kuning uchun ketyapsan. Boshqa narsaga chalg'ima, vaqtingni bekor o'tkazma. Hozir talabalar teatr studiyasiga qatnashamiz. Ustida hammasiga qatnashamiz, qiziqamiz. Bekor qolishga vaqt yo'qda. Dadam shu aytgan gaplarga quloq solib, ishonamanki, yana bundan katta yutuqlarga erishaman. Yoshlarimizga, deyarli 95% hozirgi yoshlarga tavsiya berganlarim. Ertaga degan manzilni topadigan bo'lsang, seni hech qayerga degan manzilga olib qo'yadi. Kecha o'tib ketdi, kechagi kundan siqilib, bugun kunlikda o'tkazib olish xato narsa. Kecha xato qilgan bo'lsa, xatolardan afsuslanilmaydi. Prosta ibrat olinadi bu narsadan. Xulosa chiqariladi. Ertagani o'ylamaslik kerak. Men faqat bugun borman, ertaga nima bo'lishini xudo biladi. Bundan chiqdi, faqat hozirgi paytda vaziyatni unumli foydalanib olishga harakat qilaman. Xitoyliklarda bitta maqol bor, sening uchun eng qulay vaqt qaysi deganda faqat hozir deb javob beriladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi o'rinda ilm olishlikka intilishlik kerak. Yo'g'i kechagi o'tgan qanaqadir holatdan afsuslanish yoki boshqa masala emas, xulosa muhim. Eng quvonchli kundan ham, lekin xulosa chiqarish uchun ham agar mana yigitlarimiz hozir kitob o'qigan, juda ko'p masalan o'zini ustida ishlagan yigitlarimizda teran fikrlayapti. Ertangi kunni ham demak o'zini rejalashtirganda o'tadi. Mana bu hozir vaqtni qadrini sizga nima uchun aytyapmiz? Mana biz hozir yoshimizda deylik, hozir bizga shunday tuyuladida, qarang sizni yoshingizdagi, sizni vaqtingizdagi imkoniyatlar bizga bo'lganda, biz shunaqangi keng imkoniyatlar borki, har yili hurmatli prezidentimiz sizlar bilan uchrashadi, yoshlar bilan uchrashgan vaqtlarda yangi tashabbuslar, yangi imkoniyatlar yaratib beriladi va undan mana shunday keng foydalanilsa, o'rinli foydalanilsa, juda ko'p imkoniyatlarni olishimiz mumkin. Kitob o'qish hech qachon bu nima deydi, sizni tilingizda aytadigan bo'lsa, bu modadan qoladigan bir yo'nalish emas. Bu hamma vaqt o'sha sizni tilingiz bilan aytganda trendda bo'ladigan, ya'ni kitob o'qigan inson hamma vaqt o'sha kitob o'qimaganlarni boshqaradi kerak. Rejalaringizda albatta qanchadir hech bo'lmasa yarim soat vaqtni ajratsangiz kunda vaqt topiladi. 24 soat ichida agar yarim soatdan ham ajratib olsangiz, faraz qiling, bir yilda qancha vaqtni siz kitob o'qishga sarflagan bo'lasiz va mana shunday dunyoqarashingiz kengayib, ertaga siz odamlarga to'g'ri, vaziyatga ham to'g'ri baho beradigan va yo'lingizni to'g'ri topadigan bo'lasiz. Chunki yigit bolalar bu ertaga nafaqat o'zini o'sha ota-onasi, qarindosh urug'lari, ertaga oilasi uchun, ertaga bir jamiyat uchun foydasi tegadigan inson bo'lishi kerak. Shuning uchun bu oila boshlig'i bo'ladigan, ertaga farzandlarini masalan hayotini bir to'g'ri yo'lga soladigan bo'lish uchun ham o'zida shu ko'nikmalar bo'lishi kerak. Shu tavsiyalar bilan sizlar bilan bugungi uchrashuvimizni yakunlaymiz. Agar yana bir qanaqadir takliflar, mulohazalar bo'ladigan bo'lsa, bizga yetkazishlaringiz mumkin. Mana shu institut hududini yanada xavfsiz joyga aylantirish uchun shu ikkita tarafimizni kameralashtirish bo'yicha davom ettiramiz. O'sha atrof bo'yicha kameralar qo'yganmiz. Qaysi hududlar bizga ko'rinmay qolyapti, o'sha joylarni ham aniqlab yana kuchaytirdik. Bizda yotoqxonada sport bilan shug'ullanamiz.